Assalomu alaykum hammaga, qadrli obunachilar, yaxshimisizlar? Sizlar charchamayapsizlarmi? Bugunga bir kupon qilishni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. O'tadigan kupon tayyorlaymiz hozir. Bemalol urib qo'ysanglar bo'ladi. Kupon 99% o'tadigan kupon tayyorlashni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda hozir shu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, birinchi navbatda videoni ko'rishdan oldin like bosing. Qancha like bossanglar, men shuncha video chiqaraman. O'tadigan kupon qilishni o'rgataman, qaysi noldan terishni o'rgataman. Noldan kupon qilib, terishni, akkaunt ochishni, polni hammasini o'rgataman. Noldan. Sizlar bitta like bosinglar va Telegram kanaliga o'tib olinglar. Telegramdan yozsanglar, bemalol hamma muammoni hal qilamiz. Telegram kanalimiz, YouTube profilimiz pastda silka qo'yib qo'yganman. YouTube profili ichiga kirib, bemalol silka orqali o'tib bizga yozsanglar bo'ladi. Qana bo'lmasa bitta kupon qilishni ko'rib chiqaylik. Hozir Bolonia Verona biz olamiz sariq kartochka. Veronani 2 dan ko'p sariq kartochka olishi, yo 2,5 dan ko'pini olamiz ekan, 2 koeffitsient. Verona 3 ta sariq kartochka oladi deb tikdik. Keyingisi Lens Pobeda oldik. Qaranglar. Milan Inter Abizabit ikkala jamoa bir-biriga gol uradi. Sankt Pauli Eintracht total 2 bo'lish. 7 koeffitsient kuponimiz tayyor bo'ldi bolalar. Lens kerak emas, chiqarib tashlaymiz. 6 koeffitsient. 3 ta jamoa 6 koeffitsient kuponimiz tayyor. Bu kupon bemalol screenshot qilib olinglar hozir. 99% o'tadi. Gapga javob, jaqqa javob bemalol tekshirib olsanglar bo'ladi. Keyin xulosa chiqarasizlar mana kupon terishimdan ko'rib. Hozir birinchi navbatda Telegram kanalimizga o'tib olamiz. Telegram kanalimizda har kuni 4 ta, 5 ta kupon beraman, o'tadigan. Ilk kupon qilishni o'rgataman. Qanaqa muammo bo'lsa, pul chiqarish, yechish, hamma muammoni hal qilamiz. Sizlardan padeshga bitta menga like bossanglar bo'ldi. Like'larni bang'illatib tashlasanglar, men kuponlarni chiqaraveraman. O'tadigan kuponlar beraveraman bolalar. Like'larni faqat bomba qilib tashlanglar. Ko'proq misol uchun kupon qilishda jamoalarni ko'paytirib tashlamasinglar. 5 ta, 6 ta, 10 ta jamoa qilib 7 koeffitsient, 6 koeffitsient qilib termanglar. 2 ta yoki 3 ta jamoa qilib 10 koeffitsient, 7 koeffitsient qilishni o'rganinglar. Har biri 2 koeffitsiyentdan bo'lsa, jamoa qancha kam bo'lsa, misol uchun 10 ta emas, 3 ta bo'lsa, o'tish darajasi shuncha yuqori bo'laveradi. 10 ta, 15 ta jamoa, lekin koeffitsient past bo'lsa, o'tish darajasi juda past bo'ladi. Sizlar o'ylaysizlar, koeffitsient kam, o'tish darajasi baland deb o'ylaysizlar. Yo'q. Adashasizlar. Uning ichidan bitta ikkitasi parod qiladi. 2 ta, 3 ta jamoa koeffitsient baland bo'lsin. Shunaqa kupon qilishlar hozir ko'rib chiqamiz. O'tadigan kuponlar qilishda sizlardan bitta like'larni ayamanglar. Like'larni bosib tashinglar. Bunga biz tikib qo'yamiz. 5 million so'm tikib bo'lmasa ham ko'ryapsizlarmi? Zo'r kupon unaqa ko'p pul tiktirgani qo'ymaydi. 3 million tikib qo'ydim. 18 million yutamiz agar 3 million so'm o'tsa bu kuponimiz. Kuponimizga men ishonaman o'tishiga. Sizlardan bitta padeshga like bosib Telegram kanalimizga o'tib olamiz. Telegram kanalimiz YouTube profilimizni pastga qo'yib qo'yganmiz. Taxmin.uz YouTubedan qidirsanglar, Telegramdan qidirsanglar ham bo'ladi. Taxmin.uz silka orqali o'tsanglar oson o'tasizlar. YouTube profilimizga kirib, ustiga bosib, pastiga silka qo'yib qo'yganmiz. O'sha silka orqali kirib olsanglar bo'ladi. Qanaqa muammo bo'lsa, Rossiyadagi akalarimizda pul tikishda yoki tushunmagan joylari bo'lsa, polni o'rgatamiz, kuponlarni bang'illatib beramiz, o'tadigan qilib. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar bolalar. Ertaga ham zo'r video chiqaraman. Videomiz bugun 100 ta like yig'di. Men ishonaman, videomiz bugun 100 ta like yig'ishiga. Sizlardan bitta padeshga like'larni bosib tashinglar bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Telegram kanaliga o'tib olinglar, podpisatsiya qilib qo'yinglar. Men sizlarga o'tadigan kupon tashiyman har kuni. Bu yoqda ham har kuni ko'rsataman, qaysi jamoaga pul tikish kerak, nima qilish kerak. Vaqtliroq ertalabdan boshlab video chiqarib qo'ysam, kechqurun ko'rasizlar, shu bemalol terib olishga ulgurasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar bolalar.